Assalomu alaykum, Islom Usta kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar. Yana bugun xudo xolasa darvozamizni o'rnatdik. Juda ham ideal holatda chiqqan darvozamiz. Oddiy va skromniy darvoza izlab yurgan aka-ukalarga darvozamizni videosini ulashib qo'yasizlar aka-ukalar. Xudo xolasa darvozamizni materialiga keladigan bo'lsak, darvozamizni stoykalari 8-8 ikkili qalinlikda bo'lgan, profillarimiz 6 ga 4, 1,5 stena bo'lgan, listlarimiz 2likdan 2 qavatli. Mana cho'tir joylari o'zi alohida ajrab turibdi. 2 qavatli darvoza. Xudo xolasa juda ham ideal holatda chiqdi. Darvozamizni eniga 3,5 metr, bo'yiga 3,35, 1 kvadrat metri. Hurmatli aka-ukalar, dastlabki hamma xizmati ichida 900 ming so'mdan aka o'rnatib berdik. 5 qopga o'rnatdik hurmatli aka-ukalar. Darvozamizni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa bitta like bosib qo'yinglar aka-ukalar. Zamoklarimiz zubr zamok. Zamoklarimizga ham garantiya beramiz, kraskalarimizga garantiya beramiz. Kraskalarimiz holatini ko'ryapsizlar akalar. Juda ham neobычный chiqqan kraskalarimiz. Xudo xolasa aka-ukalar, bu darvozamizni общий summasi 10 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatdik. Kraskalarimizga 5 yil garantiya beramiz. Xudo xolasa darvozamizni kraskasi umuman ko'chmaydi. Bu yerdan zang chiqarish mumkin, lekin kraskamiz ko'chmaydi. Devo kraskaga Hammer Turetskiy kraska smes qilib aralashtirib sachilgan. Kraskamizga ham garantiya beramiz, garantiyali xudo xolasa. Laklarimiz ham garantiyali bo'lgan hurmatli aka-ukalar. Bitta darvozamizni orqa qismini ham ko'rsatib qo'yamiz. Bu darvozamizning nomi cho'tirlisli 2 arkali darvoza deyiladi. Darvozamizning eshiklari 75 sm ochiladi, ochilishi. Akamiz safarda turib zakaz berishgan edi. Zakaz bo'yicha tayyorlab olib o'rnatdik. Orqa qismini ham ko'ryapsizlar. Mashina o'tadigan joylari shivilla qo'yib berganmiz. Mana orqa holatlari. Darvozamiz sentr zamok, har doimgidek bittada ochilib yopilaveradi. Tepapas. Ochilib yopilishlariga bitta baho berib qo'yinglar akalar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkalar qilib beramiz. Voha tomonlariga kelishilgan holda tayyorlab beramiz aka-ukalar. Darvozamizning kraskasi shikolatniy bo'ldi. Shikolatniy glansiy emas. Mana bu akfalarni rangiga moslaganmiz aka-ukalar. Ko'rdingizlar, akfalari shikolatniy ekan. Buni hozir sizlarga aytadigan bo'lsak, hurmatli aka-ukalar, darvozamizni buni qo'shnining darvozasi akalari bo'ladi. 4 yil 5 yil bo'ldi. Birinchidagi darvozaxonamiz o'sha ko'rinib turibdi oxirida. Unga 1 yil bo'ldi qo'yganimizga. Ana shu aka-ukalarga bitta, ikkita, uchinchisi mana. Narigi mahallada yana bitta akasi bor. U mahallaga ham o'rnatib berdik. Xudo xolasa ishimiz yaxshi bo'lgani uchun, sifatli bo'lgani uchun, kraskalari ko'chmagani uchun aka-ukalar zakaz berishib, xudo xolasa xizmat qilyapmiz. Sizlar ham zakaz bersalaring aka-ukalar. Aka-ukalaringnikida, hammanikida xudo xolasa chiroyli qilib shunaqangi xizmatlarni qilib, ota-onalarning duosini olib yursak, biz ham savob bo'ladi. Aka-ukalar, hurmatli aka-ukalar, bitta like ni bosib, ayamasdan qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Darvozalarimizda, videolarimizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada fikrlarini qoldirib o'rasizlar aka-ukalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Charchamanglar aka-ukalar.